Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. DPS bilan Combloaderda skandog apparatimiz ishlashini ko'rsatib beramiz yana bir marta. Ko'rib turishingiz mumkin. Mana Spark mashinamiz 18. Ko'rib turganlaringizdek bemalol hamma yo'q chiqardi. Hech qanaqa sim ulangani yo'q. Mana ko'rishingiz mumkin skandogimiz ulanib turibdi apparatimiz. Ovidikiga hech qanaqa kabel ulangani yo'q. DPSda mana ishladi. Endi Combloaderda ishlatib ko'ramiz. Mana Combloaderimiz Azelga 83. Pasportlarni ko'rsatamiz hozir. Mana pasportlarni ochdi. Cheteniga bosamiz. Cheteni mana ko'rib turishingiz mumkin. Bemalol cheteni qilyapti. Skandog distansionni bespроводной bemalol DPS Combloaderda ishlayveradi akalar. Onyx trackerlardan bemalol diagnostika qiladi. Bunga doполнительно yana boshqa markalarni qo'shib ketsa bo'ladi. Gadovoy to'lov yo'q, bir marta to'lanadi, pashezini ishlatilaveradi. Kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. 12 ta viloyatda dastlabki xizmatimiz bor.